Mana qo'shig'imizda O'zbekistonda guruch mana. Mana qo'shig'da Xitoyda guruch. O kuni Facebookda ko'rdim, o'sha Xitoyda guruchni bir ajoyib bo'lib yonyapti. Biz ham bir qilib ko'raylik, prova uchun. Nima bo'lar ekan? Yok, shuncha kundan nima bo'ladi? O'sha bo'laveradi. To'g'ri, siz sizlar tashab qo'ygansiz ham. Sal xiroq O'zbekistonda guruch. Chap ekranda chap tomonidagi. O'ng tomonidagi Xitoyda guruch. Yo, uch ketgandan keyin tashab qarabdi aka. Kamera chiqdi. Tashagandir, kes qog'ozni olmayotgandir, nima bo'ldi? Hamma kunni cho'zdirgan. Xitoydagi eriyapti, yonyapti deyishdi. Qani O'zbekistondagi nima bo'lar ekan? Faqilati o'tami ekan. Ha. O'sha kundan bo'shanibdi, choy so'radi. 10 euro, o'sha 20 kun, 27 kungacha 10 euro ishga ruxsat bo'ladi. O'sha ham qanday tuzab bo'ladi? Atkazdi kun. Xitoyda guruch oqaryapti, yopishyapti. Chiqgan narsalar tashab qo'ygan. Ba'zi kompaniyalar bo'ladi, o'sha vaqt kelmay, soat kelmagan bo'lsa, nima bo'ladi, qanday bekor qilmasdi. Endi bu doktor o'zini operatman chiqib degan qo'yib qo'yildi. Qasr-qusur bo'lyapti. O'zbekistonning guruchi qarsillayapti. Ovoz chiqarayotgan O'zbekistonning guruchi. Xitoyda guruch o'zi qorayishni boshladi. Bu ham bir tajriba. Xitoyda guruch yonib ketdi, birodarlar. Tavba, astag'firulloh. O'zbekistonda guruch turibdi ana. Xitoyda guruchning yonishini qaraylar. Shu Koreyada ham, o'shatda ham biz ham bilmay olib yeyapmiz ekan shu guruchdan. Hozir so'g'mi? Yo'q, so'g'mi. O'zbekistondagilar qurus so'g'mi. Ajoyib tajriba bo'ldi mana. Hozir bo'lyaptimi? Yonyaptimi? Yonga qara, Xitoyda guruch yonib ketdi qara. Nimadan kameradan qilib beraman hozir. Buni o'chiraman hozir. To'g'ri. 3 minutdan o'tdi mana qara. O'zbekiston guruchini qimirlatib ko'rib, qoshiqda nima bo'ldi ekan? Hech narsa bo'lgani yo'q. O Sizyapti, xolos. Qara qimirlayapti O'zbekiston guruch, ko'rdingmi? Paqillatdi-da, chicha qimirladi. O teyde qora o'tgan safar Xitoyda guruchini nima qiluvdi? Yoqib ko'ruvdi-da, qoshiq teyde qora turibdi-yu. Atela boshqa qoshiqqa soldimda, hozir O'zbekiston guruchini nima bo'lar ekan? Qo'shilib qo'ran qo'ygan chiqadi. Hech nima qilmaydi, tajriba uchun ikkita qoshiq o'lsa o'libdi. Albatta, urushdan yo'qmi? Ana xayrlokamdan olib chiqdimi hozir? Yo'q, ana O'zbekiston guruch. Yeyapmiz, osh qilib yeyapmiz, jazuribdi. O'shandan olmaymiz endi. Qara, yonib ketdi, qara. Qarang. O tugab ham qoldi-da. Mana tajribani. Guruchni yo'q qo'ydi, yondi. Ana O'zbekiston guruchi yonmadi. Ko'ryapsizmi? Bittasi yondi, bittasi yonmadi. Yonib tugab kul bo'lib tutayapti. Kariyanikimi? Ha, narigisi yonmadi. Xitoydagi yonmadi. Hali yonib ketdi. Nechta bunaqa qopda mana. Mana bo'ldi endi.
5 minut vaqtimiz ketdi mana. 5 minutda mana O'zbekistonda guruch yozishdim bo'lmadi, ko'ramiz. Mana guruch bor-ku, ingichka uzuncha bilasizmi? Mana. Qancha yo'q edi, yonib ketdi. Mana. Mana. Aha. Mana O'zbekiston. Yo'q. Xitoyda guruchi mana. Mana O'zbekistonda guruch o'rtoqlar. Yoni banki qarang buni. Mana qara O'zbekiston, mana qara O'zbekiston Kul guruchi. bo'lib qolar ekan. Mana qo'ylar. Mana O'zbekistondagi takkillab hali Makkani qovurasiz. Salomat bo'linglar.